Sizlar bilan men Asadbekjon va bugun bizni Minecraft o'ynaymiz va men bir o'zim. Seni o'ynamoqchi edi bog'chada. Tak, hozir men anaqa qolish bo'ldi. Bugun men maqsadim va meni birinchishimiz daraxtga agar kim shunaqangi modli shaderlar bilan o'ynamoqchi bo'ladigan bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib, bemalol skачать qilib o'ynasanglar bo'ladi. Ha, aytgancha, mana shu Minecraftni ссылкасini o'zim tashlab qo'yaman. Tak, yashaymiz. Endi crafting table va endi qo'yamiz, ochamiz va menga birinchi to'por terka kerak bo'ladi. Va bo'ldi. Endi esa yo'qolib ketdi. Men o'zimga vaqtinchalik baza quraman, chunki zombilar keladi. Mana esa hozir mod qo'shilmagan. Ishlayotgan bo'lsa, shader modini ishlamayapti. Negaligini bilaman. orqada ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Orqada mehmonlar, ya'ni mehmonga kelganmiz. Shuning uchun kechirasizlar degan umiddaman. Yo-mayo. To'shamabman. Va yana ozgina tosh qo'ydim. O'sha Telegram kanalida kimga aytyapman, kimga. Buni yana o'zi gapirgan deb o'ylamay. Tepaga chiqamiz. O'yinni ovozini sal ko'paytirsam. Bo'ldi. Endi esa menga qishloq topishim kerak. Qo'ylar. Ayni muddo. Endi bo'ldi, bitta tayyor. Nimadir kub obut beradi. Qanaqadir optvi o'yin o'ynayapti. Kam obut beradi. Tak. Cho'chqani o'ldirib nima qilaman? Bari qo'sh harom. Biz o'zimizda. Shuning uchun albatta kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosmasdan bino bor edi-ku. Men Robloxdan ham video olaman. Mana shu kanalda bo'lib tursanglar, bu videoni ikkinchi qismi ham chiqadi. Tovuq olamiz. Agar seni yakshanba kuni agar mana shu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, men kanalimga 15 ta obunachi va mana shu videoga 10 ta like kelsa, ikkinchi qismini olaman. Ikkinchi qismida adashib uy qurib, fermer quramiz. Hammaga xayr. Sizlar bilan